Ketdimi? Assalomu alaykum, obunachilarimiz, vatandoshlarimiz. Mana navbatdagi nihoyatda chiroyli skromniy hayit fason darvozamizni o'z o'rniga olib kelib, ustonovka qilib, fond egalariga topshirib oldik. Navbatdagi obyektimizga bunga ishlatilgan materiallarga qisqacha obzor qilib sizlarga tanishtirib borsam, darvozamizni birinchi o'rinda manzillar o'zimizning vodiyga Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumani Sultonobod shaharchasiga olib kelib, o'rnatib, ustonovka qilib topshirib berdik. Bu xonadon egalari o'zlari ijtimoiy tarmoq orqali nomerimizni olganlar. Gaplashganmiz, suhbatlashganmiz, lekin razmer orqali kelmaganmiz. Ochiqni aytish kerak. O'zlari telefon orqali aytgan razmerlarga qilib olib keldik. O'zimiz ham haqiqatan joylariga tan berdim. Nihoyatda razmerni chiroyli bergan ekanlar. Osongina chiroyligini qilib o'rnatib oldik. Bu darvozamizga endi ishlatiladigan materiallari 2 qavatlidan foydalanilgan. Oldi 1.8, orqasi 1.5. Bu 3 qavat desa ham bo'laveradi. Chunki sababi mana 2.5 profil pulni oldiga bezak berib chiqilgan. Bu ham pastda 3 qavatga kiradi. Endi biz 2 qavat deb hisoblaymiz. Hop, kesaklariga kelsak, kesaklari oldi oyoq ikkala yoni 10.5 shivellar, past tomoni ham oyog'in tagi ham 10.5 shivellar. Tepa tomoni 10.5 profil. Uni stenasi ham qalin. O'rtaga stoykasiga 10 profil. Buni stenasi ham qalin stenada bo'lgan. Darvozamiz alohida kaltkaga ega. Darvozamiz chunki razmerlariga eniga 4 metr, bo'yiga 3 metr, 12 kvadrat joyimizga chiroylab ustonovka qilib berdik. Darvozamiz alohida kaltkamiz 80 sm foydalanilgan. Zazorga yopish maqsadida 2 profildan ponni aylantirib mana bekitib berilgan. Chunki mana adan ko'cha tomonidan, ichkari tomondan zazor ko'rinmasligi uchun 2 profildan ishlatilgan. Bunga ranglariga kelsak, ranglar bir xilda, hech qanaqa rang ajratilmagan, ochiq to'qqa ham ajratilmagan. Bir xilda mokr asfaltni o'sha to'qrog'idan qilib bering Nodirbek deganlar uchun to'qrog'idan qilib turib, oldiga ponni germetex qilib turib, main tarzda germetexdan tepib berilgan. O'ziga yarashgan mana 5 3 profildan ruchkalarga kaltkaga ham alohida qo'yib berganmiz, ikkala qanotga ham alohida qo'yib berilgan. 3 profil, buni stenasi ham qalin, peshi burunda. Bu ham zazorda yopish maqsadida profil ishlatilgan. Ko'pchilik falsafa qo'yadi, profil ishlatamiz. Darvozamiz og'irligi hamma yo'g'i joy-joyida. O'zi xonadon egalari ham Nodirbek zo'r, menga yoqdi, ma'qul keldi dedilar. Xudo xolasa olib kelib ustonovka qilib berdik. Zabuhlari mana o'ziga yarashgan stimul zabuhdan qo'yib berdik. Darvozaga ham nihoyatda hamma yo'g'i ochilib yopishlar joy-joyiga qo'yib ustonovka qilib berdik mana. Bismillah. Mana. Orqa tomon jiligalik, orqa tomondan ko'rsatib o'tamiz aka. Ustakalarim bor ekan. Olmanglar. Xalaqit bermaymizmi? Hop, mana orqa tomon deganlariga, orqa tomoniga shu bir xilda kraska sepib berilgan germetex bilan. Sentr zamon yengil ochilib yopishlari. Nihoyatda yarimta yubra olib ochilib yopadi. Qanotlarimiz ochilib yopishlari. Hech qayerda hali nimasi yopilib ketish yo'q, ochilib ketishi yo'q. Mana. Darvoza tekis haqiqiy nol qo'yilsa, mana shunday ochib yopiladi. Endi profilimiz bor, mana shu kabelimiz sal xalaqit beradi. Ko'tarib turadi. Bismillah. Bu ruchka bezak uchun qo'yilmagan. Chunki moshina qilib o'rnatilgan mana. Odamni ko'tarishi ham, haqiqatan odamdan ko'taradi. Hop, ishlarimiz ma'qul kelsa, bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. O'zbekiston bo'yicha dastlabkamiz bor. Olib borib, o'rnatib, ustonovka qilib berish jarayonlari ham hammasi ichiga kiradi. Olib borib, o'rnatib, ustonovka qilib berishlari ham bepul. Hop, shu xonadon egalari endi akam, hop, Nodirbek orqadan turib gapirsam maylimi deganlari uchun, mayli aka, fond orqasidan turib ham gapirib bersangiz bo'laveradi. Assalomu alaykum hoji aka. Yaxshimisiz? Charchamasdan. Darvozalar buyurib nasib qilsin. Nasib qilsin. Mana xonadonimizga olib kelib, ustonovka qilib berdik. Endi shu ijtimoiy tarmoqda bizni kuzatib boruvchi sizga o'xshagan obunachilarimizga qanday fikrdasiz? Bir haligi realniy bo'lgan voqeani aytib berasiz hoji aka? Rahmat, shunchalik qilib kelibsizlar. Hamma yoq ko'ngildagidek bo'libdi, hamma joyida. Nima endi? Endi bu rangilari, ranglari hamma yoq ma'qul. Biz aytgandek ko'ngildagidek bo'libdi. Bizniki Namanganda mana Andijon o'sha 120 km atrofida ekanda, oraliq masofamiz. Chunki lokatsiya orqali keldik, 120 km ko'rsatdi. Endi Qoraqalpog'iston, Xorazm, Tojikiston, qo'shni davlatlar, Qirg'izistondan ham kuzatib borishadi obunachilarimiz. Endi sizni har bitta gapingiz ular uchun ishonch bo'ladi-da. Chunki olib kelib qo'ygan ekan, mana shu yoqqa atrofda bo'lib qolishi mumkin. Lokatsiyani tashlab beramiz, bemalol kelib ko'rib ketishaveradi ishlarimizda. O'shanga sizni har bitta gapingiz ular uchun ishonch. Biz masalan nima desa bo'ladi, 10 marta gapirgandan 1 marta ko'rgan yaxshi, bo'lmasa egasidan
gapidan o'zi bilib oladi o'zini insonlar. O'shanga siz gapirsangiz, o'shanga qarab ishonch hosil qilishadi. Hop, agar ma'qul kelgan bo'lsa, agar aybi bo'lsa ayting hoji aka. Yo'q, rahmat. Yo'q, hamma yoq joyida. Hamma yo'q joyida. Joyida, rahmat. Bo'ldi. Agar ma'qul kelgan bo'lsa, biz uzoqqa yo'lga chiqamiz. Va bizga endi chiroyli qilib duo qilib bersangiz. Hamma yo'q bo'ldi. Xaylarga baraka bersin. Amin. Ishlar rivojini bersin Alloh. Amin. Hamisha mana shunaqa ishlarni qilib, Amin. odamlarning xizmatini qilib, Amin. bola chaqalarning orzu-havasini ko'rib, Amin. yurishlarni Alloh nasib qilsin. Topganlarning barakasini bersin Alloh. Alloh. Allohu akbar. Yashang hoji aka. Bergan pulingizga rozi bo'lib qo'ying, ha? Yaxshilik kunlarga ochib qo'ying. To'ylarni qiling, mana ustalar chiroyli mana bag'larga fasadni o'sha nimalarda qilishyapti ekan. To'ylarni qilib hojlarga borsangiz ham doim ochiq tursin. Rahmat. Obunachilarimiz mana ko'rdilaring, xudo xolasa bundan ham chiroyli darvozalar hayit fason deysizlarmi, shohona fason deysizlarmi? Bemalol aloqaga chiqsalaring, chiroylab ishlaringizni bitirib, o'rnatib qilib beramiz. Agar darvozamiz yoqqan bo'lsa, mehnatimizga agar bir donadan layklayni, ayamasa degan umiddamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hoji aka rahmat. Charchamang sizga. Gapga o'ramiz, omma usra. Yo'q, bemalol hoji aka, qiziqmisiz.